Assalomu alaykum. Mana hozir balolarni baliqlari bor. Aka, men balonni nechi puldan aka? Ikkita 15. Otini yetib ketaverasiz-da? Trinetsi bular. Ikkitasi 15 ming, ha? Mana bular barbuslar. Barbuslar. 10 mingdan. Akulalar 50 mingdan, dollarlar 120 ming, barbuslar 100 mingdan. Danyo 5 ming, Neon 8 mingdan. Bular mirni baliqlar. Ha. Michinoslar bor 10 mingdan. Bular 10 ming, gupilar 10 ming, skalar 15 ming. Tritonlar 50 ming. Afrikalarchi aka? Afrikalar 30 mingdan boshlab 200 minggacha. Har xil Afrika bo'ladi-da, nomlari ko'p. Ha. Aka, balonni o'zi boqadiganlarga eng zo'r maslahat nima bera olasiz? Balonni bittada solgan yaxshimi, akvariumda yoki bo'lib sovurgan yaxshimi? bittadan endi litrga bo'lish kerak birinchi. Misol uchun mana начинающий balovchilarga 100 litr bo'lishi u Afrikani solish kerak. bittada solish kerak. Ha, желательно to'rtta qilib to'xtatashab o'lib ketadi. Bir xillari как говорится, bitta joyda olsangiz bo'ladi. Atak har xil joyda olsa bo'lmaydi-da. O'ldirib tashlaydi. Bir xillari adaptatsiya qiladi baliqlarni привозной, bir xillari qilmaydi, shunday sotaveradi. Foydali xariddan foydali maslahat. Balonni iloji boricha baravariga solinglar. Nech puldan ekan bular? 20 ming so'mdan ekan.